Bugungi videomiz qahramoni Hoffman blenderi. Zamonaviy dizayn, kuchli motor va aqlli funksiyalarni o'zida jamlagan ushbu model oshxonadagi kundalik ishlarni ancha yengillashtiradi. Keling, qisqacha imkoniyatlari bilan tanishtirib beraman. Birinchi qarashdayoq blenderning qora nafis dizayni o'ziga tortadi. Minimalistik ko'rinishi har qanday oshxonaning interyeriga mos tushadi. Korpus sifati plastikdan tayyorlangan bo'lib, foydalanishga ham qulaylik yaratadi. Blender 2 litrli katta idish bilan jihozlangan. Bu esa bir vaqtning o'zida bir necha porsiya smuzi, kokteyl yoki boshqa ichimliklarni tayyorlash imkonini beradi. Idish mustahkam titan materialidan ishlab chiqarilgan bo'lib, uzoq muddatga xizmat qiladi. Asosiy kuch esa ichkarida. Qurilma 1500 vatt quvvatga ega motor bilan ishlaydi va pichoqlarning aylanish tezligi daqiqasiga 24 ming aylanishgacha yetadi. Shu sababli meva, sabzavot va muz bo'laklarini ham oson maydalaydi. 6 qanotli pichoq tizimi mahsulotlarni bir tekis maydalab aralashtiradi. Natijada smuzi, pyure va krem suplar yanada silliq va bir xil konsistensiyada tayyor bo'ladi. Blenderda 7 ta avtomatik rejim mavjud. Smuzi, ekstrakt, sup, pyure, ice crush, puls va clean. Ya'ni siz smuzi tayyorlashdan tortib muz maydalashgacha bo'lgan vazifalarni ushbu blenderda qilishingiz mumkin. Clean funksiyasi esa blenderni tez tozalashga yordam beradi. Xavfsizlik ham e'tibordan chetda qolmagan. Qurilma noto'g'ri yig'ilgan holatda ishga tushmaydi. Shuningdek, ortiqcha yuklama va qizib ketishdan himoya tizimlari ham mavjud. Pastki sirpanishga qarshi oyoqchalar blenderning stol ustida barqaror turishini ta'minlaydi. Komplekt tarkibiga blender, qopqoq, foydalanish qo'llanmasi va servis kitobchasi kiradi. Eng muhimi esa blenderga 12 oylik rasmiy kafolat taqdim etiladi. Xulosa qilib aytganda, Hoffman blenderi kuchli, zamonaviy va ko'p funksiyali.